Qancha bo'ldi aka? 31 million 700. Bola xunachi? 31 million 700 ming so'mga. Usti o'nta bordir. 31 million 700 ming so'mga bola xunachi. Baraka bo'ldi mana. 37. Yaxshi o'pdi. Beti baland. Hozir oldingizmi? Yaxshi yuribsiz. Yelinda ham yumshoq ekanda. 10 ta bor usti. Barchaga assalomu alaykum. Alisher Rus kanalining obunachilari, sigirish quvozlari. Akalar, biz Shvedlar makoni Qurondepodamiz. Andijon viloyati Qurontepa tumani Shvedlar makoni. Shvedlarning go'zallari chiqadi bu yerlarga sigirlarini. Akalar, videoda qo'shilmasdan oxirigacha ko'ringlar. Inshaalloh telefon nomerigacha ham olamiz. Sizlar uchun xizmatdamiz. Iltimos videoga bir dona like bosib qo'ying. Videolarimiz keng tarqalishga yordamchi bo'ladi. Obuna bo'lganlar o'ng tarafdagi obuna bo'lish tugmasi bor. Shuni bir dona ezib qo'ying. Siz bizga obuna bo'linglar. Sizlarga inshaalloh doimiy ravishda sigir narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Bugun hafta kuniga adashmasam 19-iyul bo'lyapti, haftani yakshanbasi. 41 million so'mga shu sigirimiz, german sigirimiz baraka ko'pda. 6 kun deyapti, 15 suti bor deyapti. Hozirgina baraka bo'ldi, kuzana deyapti mana. 20 kunlik gumoni bor deyapti. Qo'yilgan ekanda endi. Nasib ushlab qolgan bo'lsa. Hurmat chorvadorlar, men qarang, jonivorda, sifat qarang, sifatda. Shved buqa. Adashmasam bu onasimikin, ha? Egasi yo'q, ko'rinmayapti. Hozir bilamiz, ma'lumotlarni to'liq qilib qo'ldan kelgancha olamiz. Bolasi buqa qancha bo'ldi? 43,5. Sut nechta ekan? 10 ta, narda. 10 ta. Boladan tashqari 10 ta, 43,5. Tishi nechta tishi? 6 kurak. Tishi 6 kurak. Akalar, hoppa, tepdi-ya. Mana akalar. Sotgan ham olgan ham baraka topsin. Chiqib ketyapti mana. Assalomu alaykum aka, qancha berdi sigirga? 42,5 million. Bola Buqa. 42 million 500 ming savdo bo'lyapti ekan. Yenilari mana akalar, sigirlar. Katta sigir, kichkina emas, bo'ylari ham chiqib qolar, 145-50 atrofida. Bola chiroyli ekan lekin. Qancha? 15 ta. Boladan tashqari beryapti. 15 suti bor ekan, boladan tashqari. Tishi nechta ekan tishi? 6 kurak. Rasa ochilgan payt akalar. 6 kurak. Adashmasam ikkinchi bolasi kerak endi, ha? Ikkinchi bolasida aka, ikkinchi bolasi. Endi sigirdan bilasizlar 10-15 ta bemalol bola olsa bo'laveradi. Kelajagi oldinda sigir qolaman degan nomer bersa olamiz hozir. Aka nasib, bolasi bu ekan, sigir qolaman degan nomer bering. 50 kodi bilan 024 024 83 79 raqamdan aloqaga chiqarasizlar. Uyingizga borib ko'rib kelishaveradi. Inshaalloh. Bolasini qarang. Zavodga to'qa olmi deyman. Bola buqa. Yaxshi. Barakasini bersin. Bu egizchimikin, ha? Egizaymi bular? Voy maşallah. Eko ham buqami? Eko ham buqa, egizak. Ha, qo'shib baqqan. Egizak qilib baqqan. Tushunarli. Buni qo'shib baqqan egizaga o'xshab yuraveradi. Zo'r. Shved. So'rayapman, egosi ham buqa bitasini qo'shgan. Emas uyda. 64,5
4,5 million savdo bo'lyapti. Yilingizcha pulliroq olganda so'nggali bor ekan. Yilda so'ngallari bor ekanda. 64,5 million savdo bo'lyapti ekan, berilmayapti ekan. Hindiston sigirlardan yuvoshligini ko'ring. Hop, chiqishlarini ko'rsin, bu chiqishlarni mana. Bu qarang, arqoni mana turibdi. Bu qarang. Birinchi o'rin mol yuvoshligida. Bolasi buqa. Bola novoz. Shved. Voy maşallah. Hindiston sigiri ekanda. Hindiston sigiri bolasi buqa. 50 milliondan qaytyapti, 45 million 500 savdo bo'lyapti. Suti qancha suti? Eng kam 10 litr bo'lsin. Bola tashqari olaversin deyapti. Tishi ham nechta endi? Mana shu 3-bolasi. Agar rasa oshiribdi zamon. 6 kilo ekan. Bir olyapti. Beramiz nech pulga? Savdo bo'lyapti akalar. Savdo bo'lyapti. Aka nasib endi. Ola bozoringiz bersin avvalambor. Qiziqqanga nomer berib qo'ying. Qiziqqanga aka 93lik 93lik 207 32 02 akalar 32 02 ga aloqa chiqarasizlar, borib ko'rib saqib olaverasizlar inshaalloh. Qontepa Savayda ekan eshik. Sigirdi, baquvvati, bolasi, buqasi. Qancha savdo bo'ldi? 10 ta deyapti. Bilmaysiz? 10 ta deyapti, deyapti. Bolasi buqa kuchli ekan lekin. Mana yellar. Yellar yumshoq ekan-a. Akalar chiqishini qarang sutni. Voy maşallah. Sigir chiroyli ekan. Sigirim bormi desa, bor yurgan sigirlar. Savdolashasizlar? Nasib. Nech bundan haydasizlar? Akadanmi? Chiroyli xipchan ekan lekin. Bolani qarang, chiroyliligini. Hibrid sigir, bolasi xunajin. Qaysin? Savdo bo'lyapti. Qancha? Qancha savdo bo'lyapti? Yaxshi hibrid ekan, hibrid. Chiroyli ekan sigir. Ikkinchisi ekan bolasi, birinchisi. Zo'r ekan. Birinchisi. Birinchi tug'um ekan. Yosh. Bo'ylari 1.40 atrofida. 1.35 ga oling. Katta ekan, 1.40 chiqib qoladi. Baraka bo'ldimi aka? Hali savdo bo'lyapti ekan, baraka bo'lyapti. Baraka bo'ldimi? Hali baraka bo'lyapti. Yo'q, yaxshi bola ekan. Yosh ekan, yosh. 36 million savdo bo'lyapti. Lekin birinchi bola. 36 gibrid. Yaxshi bolaga 1 so'm qaralmaydi, yaxshi bola ekan. Tavsiya qilaman, olib qo'yish kerak. Akalar, gibrid ekan, chiroyli ekanda. 500 ming qo'shib beraman deyapti. Olib qo'yish kerak, esi bo'lsa. Sigirda go'zallik ekan, akalar, bu qarang. Cham, shved. Eti baland. Yangi tuqqan, assalomu alaykum. Orasimasmi bu? Buniki, ha? Bo'g'ozmi bu? Yaqin bo'g'oz. Inshaalloh. Akalar, yaqin bo'g'oz yilini boshlab qolgan. Birinchi ikkinchisiga
Birincisiga. Yillar sigir qilasizlar. Tuyalarni qarang buni. Chiroyli ekan, xipchan ekan, eti baland ekan. Hozir qancha berdi ekan? 55 million savdo bo'lyapti akalar. Yillar sigir qilasiz. Bitta mol 10 ta 15 bemalol tug'oradi. Birinchisi ekan. Qiziqqani olib maza qilsa nomer berasizmi? 99lik. 101 47 50 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Hali savdo jazmani qizigani yo'q, qiziqqaniga kelib aloqaga chiqaverasizlar. Nasib. Lekin chiroyli, sifatli ekan. Tug'ib qo'ysa boru 70 milliondan. Inshaalloh. Akalar tavsiya qilaman. Mashi ancha arzon bo'lyapti. Bu qarang, tepalarni qarang. Go'zal ekan, go'zal. Olib qo'yinglar nasib qilsa. Yurak. Menlari ham to'jada kelgan. Savdo bo'lyapti. Yurak ekan. Bor baraka. Baraka olib ketdi. Qancha berdi? 26.500 ming so'mga baraka bo'ldi akalar. 26.500 ming so'mga. Bo'ylari 1.20 dan baland. Suti bor. Aka o'zi suti bor edi buni. To'qqiz suti bor ekan. 1 oy oldin qo'yilgan ekan. Gumon. Yurak. Tuqqan. Zo'r sigir. Yaxshi sigir. Olgan odam paket olsin. Qancha berishdi? Assalomu alaykum. 37. Qancha? 37. 37 million. Bo'lmasa bu? Sir. 37 million savdosi bo'pti. Nechta? Najot uylanmaga tegmagan. Hali xunojatmi? Ha, hali xunojat ekan akalar. Voy mashalloh. Akalar hali xunojin. Qisir. Chekda bormi? Ha, 2 yosh. 2 yosh. Akalar sigir qolaman deganiga yaxshi shvedkami simetali qo'yib o'zim noldan sigir qilaman deganga tayyor ekan buqaga. Nomer bering. 88lik. 985 85 akalar hali yosh, shved, yaxshi urqqami, ko'zlaringiz bo'g'oz bo'lib qolsa, endi qo'rasiz. Kuchli ekan. Katta ekan bu. Nasib hisob qo'ydi. Mayda savdo bo'lyapti. Bor baraka. Qancha ketdi? Qancha ketdi? 40 million. Pattasi ichida 40 million so'mga. Ustini ishlaydi. Nech kurak? 2 tish. 10 ta suti bor, 2 tish. 40 million so'mga baraka bo'lyapti. Pattasi ichida. German, shved, sigir.